Assalomu alaykum gruppadagilar, obunachilar. Bugun ozgina gullarimni ko'chat qilmoqchi edim. Hali uncha isib ketmadi. Shunga hozir qanday qilib qirqish, qanday qilib ekish, hammasini bir ko'rsatib, nima qilib beraman sizlarga. Tak, mana bu Iv Muza degan sorti. Shuni hozir bitta qo'l bilan neudobno bo'lyapti. Mana shu bargini tagidan qirqiladi. Mana shunaqa joyidan mana. Hozir men qirqaman. Xo'p, mana instrumentingizni обязательно spirt bilan обработка qilib olasiz. Mana shu yerdan hozir mana qirqdik. Mana tayyor ko'chat. Endi buni mana bargi ketadi mashinasi. Xo'p, mana ikkita bargi qolaveradi. Mana qolgan bir narsalar hammasini olib tashlaymiz bularni. Xo'p, mana tozalab olib tashladim. Endi mana tagini quritamiz buni. Endi men bugun suvga ham gruntga ham ekib, ko'chat qilib nima qilaman. Xo'p, endi men hozir hammasini qirqib tayyorlab olay, keyin buyog'ini yana ko'rsataman. Do'stlar, mana ko'chatlarni tayyorlab oldim. Ichida har xil sortlari bor. Endi hozir grunt tayyorlab, keyin videoni davom ettiraman. Xo'p, hozir bitta fikr keldi. Yarmini Klatsman torfda nima qilamiz? Mana grunt Klatsman, mana men jomga soldim. Xo'p, yarmini Agrobalt. Okey. Buni ham mana jomga soldim. Endi hozir bunga perlit solib, ozgina qum solib, haliga rastvorni quyib, keyin yana davom etamiz. Do'stlar, mana perlit. Keyin mana oppoq qum bu, kvartsovoy qum. Menda bor ekan shu oddiy shag'aldi qumiga, o'rniga kvartsovoy qum qo'shdim. Bunga ham xuddi shunday qildim. Bunga ham mana kvartsovoy qum bu. Shunaqa bunda ham perlit bor. Mana kvartsovoy qum. Bunday idishda bo'ladi. Xo'p, endi bunga gruntim ozroq fitosparinni bir pachkani ikkitaga bo'lib solaman-da. Shunday qilaman. Keyin hozir yana davom etaman. Mana gruntni ham aralashtirib yubordim. Bu Klatsman grunt, sal qoraroq bo'ladi. Mana Agrobalt. Bu sal ochroq rangda ekan. Mana ichida hamma yoq aralash, namlik hozircha ozgina bor, lekin haligi 1 gram fitosparin, 1 gram 13-40-13, 1 gram karnivelli suvda обязательно bularga quyish kerak. Bunga ham, bunga ham namlikda nam bo'lishi kerak. Bunda mana qarang, namlik bor o'zini torfda namligi, lekin bu ozroq ozgina. Hozir men yana shuni qilib, keyin videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, tayyor qilib stakanchalarga solib, teshiklarini ham teshib qo'ydim. Mana Klatsman, bunisi Agrobalt. Endi bir chekkadan bu tayyor ko'chatlar mana taylari quridi. Polni qurgan. Endi buni sekin ekamiz. Qani bunday qilib ekamiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bunday ekib eziladi. Hozir yana ko'rsataman. Endi katta ko'chatlar bo'lsa sal chuqurroq ekilaveradi. Mana chekkalarni bunday ezib qo'yish kerak. Turpog'im nam. Bo'ldi, mana ko'chat tayyor. Men yerga podpiska qilib qo'ydim. Lara Andrey degan sort ekan bu. Mana
Xullas mana shunaqa tarzda hammasi ekiladi. Xo'p, hozir ekib bo'lib ko'rsataman yaqin davomini. Ha, yana bitta sposobi bor. Yana doimiy fitoklon. Buni qanday qilamiz? Bunday qilib eksa ham zo'r bo'ladi. Mana silkitib, buni mana ichiga hali ko'p videolarda ko'rsatishadi. Ichiga sayib nima qilishadi? Men sonday qilmayman. Men mana yuqiga tagini Oshni tegizaman bo'lgani mana. Bo'ldi. Уже ekkani ekib qo'yilaveradi. Xo'p, mana hozir yana o'rtasini olay. Mana yuqi sorti. Shu tagi nomiga tegsa bo'lgani. Bo'ldi mana. Xullas mana shunaqa. Xo'p, mana ekib bo'ldim hammasini. Endi yana bitta narsa bor. Bunaqa idishchalarim bor. Bu где-то 0,450 bo'lsa kerak, imo kichkinasidan ham bormi ondan. Endi aytishadi, tomir tezroq qorong'i joyda chiqadi deyishadi. Ya shunga endi manaqa idishga solib, mana qilib mana shunday qilib qo'yib qo'yaraman. Yoki manonga ham sig'ar ekan. Mana. Bunga ham solib qo'ysam bo'laveradi. Xullas hozir ikkovini bo'lib, ashna qilib solib, nima qilaman? Endi buni issiq, salqin joyda turish kerak. 25 darajadan temperatura oshib ketmaslik kerak. Agar oshib ketadigan bo'lsa, qorason bo'lib qolish hech gap emas-da bunda. Shunga hozir shu chuqurni ichiga qo'yaman. Hozir ko'rsataman. Mana shu o'sha chuqurni ichiga qo'yaman. Shu salqinroq bo'ladi. Chipilsam ichi o'zi issiq. Nihoyatda, lekin ana shu yerda ham turadi. Mo'larim bu suvga qilganlarim, aytmoqchi, suvga qilaman desam ko'chatim yetmay qoldi. Endi faqat grunt o'zida bo'lar ekan. Shunday qilib nima qilaman. Xullas mana o'sha. Mana gullarim ochilib yotibdi hammasi. Mana to'la gullar bu yerda. Mana ko'chatlar. Qani ko'ramiz natijasini. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar do'stlar. Yana ko'rishamiz inshaalloh.